Xabaringiz bor, 2026-yil 1-yanvardan boshlab mamlakatimizda turli sohalar bo'yicha qonunchilikda o'zgarish va yangiliklar joriy etilishi kutilmoqda. Jumladan davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga muvofiq mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga ko'pgina soliq yengilliklar berilmoqda. Ayni kunlarda soliq organi xodimlari joylarga chiqqan holda mazkur yangiliklar nimalardan iborat ekanligi, qabul qilingan qarorning mazmun mohiyatini soliq to'lovchilarga tushuntirmoqda. Navbatdagi lavhamiz Urganch shahri va Urganch tumanida olib borilgan ana shunday targ'ibot ishlari haqida. Joriy yil 12 avgustda Prezidentimizning yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi va unga ko'ra yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun 2026-yil 1-yanvardan boshlab yangi huquqiy tartib joriy etilmoqda. Huquqiy yangi tartib shuni anglatadiki, endilikda tadbirkorlar o'zining 1 milliardgacha bo'lgan aylanma mablag'idan bor yo'g'i 1% miqdorida soliq to'lashi belgilab qo'yildi. Buni esa maxsus platforma orqali amalga oshirish mumkin. Ya'ni, masalan, mobil ilova orqali Face ID bilan ro'yxatdan o'tiladi. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs yo'nalishini belgilab turib, tadbirkorga aylanishi mumkin. Urganch tumanida savdo faoliyati bilan shug'ullanish tadbirkorlar har oyda kategoriyalangan miqdordagi chakana savdo faoliyati uchun 292 ming so'm to'lagan bo'lsa, endilikda uning olgan daromadidan 1%, ya'ni bir oyda misol uchun 10 million daromad oladigan bo'lsa, 10 milliondan 1% aylanmadan olinadigan soliq to'lashi 2026-yil 1-yanvarda amaliyotga joriy qilinadi. Platforma orqali davlat ro'yxatidan o'tish, elektron shot fakturalarini rasmiylashtirish, shartnomalarni imzolash yoki yollanma ishlarga kunlik oylik ish haqini berish imkoniyatlari yaratiladi. Bu tadbirkorlik subyektlariga bir qancha imkoniyatlar va yengilliklar beradi. Yaratilgan raqamli platforma orqali yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari, shuningdek, soliq hisobotlarini elektron shaklda topshirish imkoniyatlari yaratilgani bo'yicha tushunchalar berilmoqda. Eng asosiysi, o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun to'lovlarni kontaktsiz Tap to Pay texnologiyasi orqali qabul qilish joriy qilinmoqda. 2026-yil 1-yanvardan kiritilgan o'zgarishlar biz uchun juda qulay va oson bo'libdi. Avval hisobot topshirish uchun ham qiynalib vaqt yo'qotib yurdik. Hozir o'zi yuboradan bo'libdi. Bu o'ylaymanki, biz uchun ko'p sharoitlarni, ko'p qulayliklarni yaratib berdi deb o'ylayman. Toza yaratilgan yangi shart-sharoitlardan unumli foydalangan holda vaqtimiz tejalib turibdi. Bu vaqtlardan unumli foydalanib, shu vaqtlarni o'zimizni tadbirkorligimizni yanada rivojlantirishga sarflaymiz deb o'ylaymiz. Endi eng muhimi, tadbirkorga ortiqcha javobgarlik yuklanmaydi. Ya'ni, soliq hisobotlarini tadbirkorlarning o'zi topshirmaydi. Mazkur qaror orqali soliq hisobotlarini tadbirkor uchun platforma egalari topshiradi va javobgarlikni ham o'z zimmasiga oladi. 20 yıla yakın oldu tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Soliqdan qo'rqib turar edik, chetadeken, navboladeken klik etib qo'ydik, boshqa etib qo'ydik, baribir boquvni narsalar. Bunga qarab sevindim, lekin xaridorlarimizga ba'zi paytlarda chek berishni unutib qo'yar edik, shoshib chiqib ketar edilar. Endi shuri zo'r bo'libdi, elektronik QR kod bilan cheklar o'zlari bilan olib ketaveradi ekanlar. Platformani o'zi hamma hisobotlarni yuritib boradi ekan. 2026-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i to'lash va soliq davrida tovarlarni realizatsiya qilishdan daromadi 100 million so'mdan oshmagan o'zini o'zi band qilgan shaxslarni aylanmadan olinadigan soliq turidan ozod qilinadi. Qayd etish kerakki, davlatimiz rahbarining mazkur qarori yashirin iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada qisqartirish, soliq solish bazasini kengaytirish, jismoniy shaxslar uchun qonuniy faoliyatning jozibadorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilindi.